Alaykum do'stlar, bugungi videoda Yoxan Kroyf yangi trenerini olib o'ynatib va solishtirib ko'ramiz Xabi Alonso bilan. Qani ko'ringizlar. Mana hozir Yoxan Kroyfda turibdi. O'zi sostavim 3168 yoki 69 bo'lishi kerak edi, lekin Yoxan Kroyfda shunaqa bo'lib qoldi. Mana Yoxan Kroyfni oldim. Bu Vladimir Michomda bo'lar ekan, faqat 89 и по Useme Polyu 81 ekan. Qolganlarda juda past. Napadashlarga 400 ochko berar ekan. Booster удержение мяча bilan преимуществоga berar ekan. Ko'p o'yinchilarim pas bo'lib, bitta o'yinchim pas bo'lib qoldi. Kim? Savinho pas bo'lib qoldi. 102. Endi bitta match o'ynab ko'ramiz do'stlar. Ligada bitta o'ynab ko'ramiz. Divizionda. Mana do'stlar, raqibimiz tanlandi. Sostavi menimcha slabiyroqqa o'xshadi. Nasrlarda to'g'rilab olamiz. Futbol. Qanas, arena, forma, ularga qarang qilib. Menikini sariq. Yo'qsa turadi. Do'stlar, xafa bo'lmaysizlar. Raqibimiz sostavi slabiyroq ekan. Hop, men buni tushirdim. Mana do'stlar, birinchi taym boshlanmoqda. Vinicius Junior. Cho'ta pas o'tmadi. Jude Bellingham Viniga. Vini nima qilyapsan? Pas Edgar Davis Kubo. Voy. Davisga qaytarmoqchi, Stenko o'ynamoqchi edi. Toni. Головой yaxshi. Pas. Mbappe o'tolmay qoldi. Cho'ta internet qotyapti. Vini fint qilolmayaptimi? Vinicius fint qilolmayapti cho'ta. Vini aylanib ketdi. Gigi Donnarumma qaytardi. Raqib sostavi slabi bo'lsa ham kuchli o'ynarkan. Zarba va gol. 27-daqiqada. Kim bu? Kylian Mbappe. Hop do'stlar, ketdi Lionel Messi. Messi kirib olmoqda, Harry Kane'ga pas to'p o'tmadi. Toni Adams bosh bilan o'ynadi, to'p yetib bormadi.
Raqibni interneti juda ham past. Raqib rosa qoldiryapti o'yinni. Ko'ryapsizlar, mana 3 ta chiqyapti, raqibda bitta chiqyapti. Messi to'pni olib qo'ya olmadi. Videoni cho'zib o'tkazib yuboraman do'stlar. Zarba va gol. 2-0. Mbappe chap oyoqda. Qani ko'ramiz, bugun Mbappe mukammal hat-trick qila olarmikan? Raqibimiz o'yindan chiqib ketdi do'stlar. Menimcha, meni fikrim bo'yicha Yohan Kroyf bilan Xabi Alonso bir xilroq. Yohan Kroyf pas kirib ketarkan. Xabi Alonsoda esa unday emas do'stlar. 3-4 ta pas bilan atakaga chiqib ketasizlar. Tez kontra atakaga chiqib ketasizlar. Do'stlar, men o'ylayman, menga o'yinimga qaraganimda Xabi Alonso yaxshiroq deb o'ylayman. Endi hammani o'yini har xil. Endi o'zingizlarga qaranglar. Men ko'pincha bistri kontra-ataka bilan o'ynayman. Do'stlar, o'ynatib ko'ringlar do'stlar. Unaqa zo'r emas, yaxshi emas, o'rtacha Yohan Kroyf trener. Do'stlar, video tugadi. Yoqqan bo'lsa like va podpiska esdan chiqmasin va kommentariyada keyingi video qanday bo'lishligini yozib qoldiringlar do'stlar.